Yigitlar qiynalib qolishayotganmish. Uylana olishmayotganmish. Mahar uchun 400 dirhamdan ortiq so'ramanglar. Garchi Saidlarning qizi bo'lsa ham. Kim bundan oshirsa, ortiqcha qismini Baytul molga o'tkazaman. Nima? Buni siz hal qilmaysiz, Amirul Mo'minin. Nega? Chunki Alloh taolo marhamat qilgan va agar boshqa xotin olmoqchi bo'lsangiz va ularning biriga haddan ziyod mahr bergan bo'lsangiz ham undan hech narsani qaytarib olmang. Uni bo'xton va katta gunoh holida olaverasizmi? Qanday qilib o'zingiz belgilagan miqdordan ortig'ini olib qo'yib, Baytul molga o'tkazmoqchisiz? Ayol to'g'ri aytdi. Erkak adashdi. Allohim o'zing kechir. Barcha odam Umardan bilimliroq. Haloyiq, quloq solinglar. Gapimni qaytarib olaman. Kim ko'ngli tusagancha mahr bermoqchi bo'lsa, beraversin. Kimda kim musulmon yigitlarga yengillik yaratmoqchi bo'lsa, Alloh unga yengillik yaratsin.